Payg'ambar alayhissalatu vassalomni ayollarini ko'p bo'lishlik hikmatlarini ulamolar shunday bayon qiladilar. Xo'p, nima edi hikmatlardan desa, biri asosisi nima edi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jamiki hayotda sodir qiladigan, hayotda qiladigan amallarini ko'ruvchi ko'z ko'p edi. Bilasizki, Hajjatul Vadoda 100 mingdan ko'p sahoba bordi. 100 ming sahoba Payg'ambar alayhissalatu vassalamning o'sha hajlarini, amallarini qilib bizga rivoyat qilganlar. Shunday kunlik, har kunlik hayot tarzlarida, namozda bo'lsin, bozorda bo'lsin, nima muomalada bo'lsin, Rasulullohning amallarini ko'rib, ko'zi bilan uni bilib va bizlarga satr qilib yozdirib yetkazuvchi sahobalarni son-sanog'i yo'q edi. To'g'rimi? Lekin uylaridachi, xonadonlarida ya ajabo qanday bo'lar ekan? Xonadonlardagi Rasululloh alayhissalatu vassalamni o'sha sunnatlari, amallarini yetkazish uchun deydilar ahli siyar, o'sha hikmatlaridanki Rasulullohga nima berildi? Ayollar 5 ta emas, ko'proq berildi. O'sha ayollardan qarang, bilasiz, uy mana eshigi yopildi, Hazrat Abu Bakr, Umarlar ham kira olmaydi, illa izn so'rab kiradi. Ular ham har doim kira olmagan. Izn bormi yo Rasululloh desalar, keyin Rasululloh eshikni ochib kirgizgan. Bo'lmasa uy ichida bo'ldi. Ayollaridan boshqa hech kim ko'rmaydi amallar. Ko'radigan demak ayol bo'ladi, birida bunisi uni ko'radi, birida unisi buni ko'radi. Ayniqsa Hazrati Oysha onamizga o'xshagan yosh, zukko bir ayol kerak edi. Har bir holatni Rasululloh uyda bunday qilardi, Rasululloh uyda bunday qilardilar deya bizga aytib berardi. Aytib berdilar. Shu holatlardan Hazrati Oyshadan so'rayaptilar. Rasululloh uyga kelganlarida, uyda bo'lsalar, uylaridagi holatlar nima edi desalar, qarang, birinchi og'izlardan chiqqan so'z kana yu'inu ahlahu. Bo'ldi, u payg'ambarlik u yerda qoldi. Uyga kirardilar, uylariga kelib ahli baytlariga yordam berardilar. Oling choy damlashni bilasiz. Oling taom qilishni bilasiz. Ahliyangiz osh qilayotgan bo'lsa, siz savz to'g'rab berolmaysizmi? Siz kartoshka ochib beralasizmi? Bo'ldi. Ahliyangiz qovuryapti, siz darrov boring, pilisos oling, supuring. Rasulullohning xislati bu, Rasulullohning sifatlari. Aytadilarki, Hazrat Oysha onamiz birinchi kelishlari bilan, eshikdan kirib kelishlari bilan salom berardilar va kana yastaku sallallohu alayhi vasallam va misvoq qilardilar. Nega? Bo'lmasa bir piyoz yeb kelmayaptilar, sarimsoq yeb kelmayaptilar. Har doim u kishi xushbo'y muattarlar, lekin endi ko'chadan kelganliklari uchun yana ham poklanib, xushfellik, xushhidlik bo'lish uchun og'izlarini misvoq bilan yana ham muattar qilib olib, keyin bizni yonimizga qarang, eshikdan turib misvoq qilar ekanlar. Keldilar, salom berdilar, keyin misvoq qilib, salomdan keyin assalomu alaykum deb keyin